Assalomu alaykum hammaga. Ayni damda Japan Digital University'da JDU IT Expo 2025 ko'rgazmasi bo'lib o'tmoqda. Sizlarga mazkur tadbir haqida yoritib berishga harakat qilamiz. Qani ketdik. Assalomu alaykum hurmatli talabalar, hurmatli o'qituvchilar, hurmatli mehmonlar. Xush kelibsizlar. Bugun an'anaviy biz o'tkazib kelayotgan yilda bir marta bo'ladigan IT Expo ko'rgazmasini ikkinchi soni bo'ladi. Ya'ni 2025-yilda o'tkazilayotgan IT Expo. O'tgan yilgi Expoda 10 ta loyiha bilan ishtirok etgan bo'lsak, bu yilgi Expoda talabalarimiz 20 ta loyiha bilan ishtirok etishyapti. 3 ta nominatsiya bo'yicha taqdirlash bo'ladi. Talabalarga yoqqan eng yaxshi loyiha va ekspertlar tomonidan eng yaxshi deb topilgan loyiha va uchinchisi rektor tanlovi loyihasi bo'ladi. 3 ta tanlov bo'yicha biz oxirgi natijalar bo'yicha g'oliblarni e'lon qilamiz. Hammalaringiz uchun ishtirok etayotganlar, kuzatayotganlar barchalaringizga kattakon rahmat aytaman. Tadbirimizni ochiq deb e'lon qilaman. IT Expo ochiq deb e'lon qilamiz. Marhamat, hamma o'z joyini egallab, mehmonlarimizga, ustozlarimizga o'zingizlarni proyektinglarni ko'rsatib bersizlar. Rahmat. Ko'rib turganingizdek, mazkur loyiha eng ko'p stikerlar, ya'ni ballar to'plagan loyihalardan biri hisoblanadi. Hozir mazkur loyiha haqida batafsil bilib olishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Loyihangiz haqida qisqacha tushuntirib bersangiz. Ushbu platforma kitobimga asoslangan platforma hisoblanadi. Ya'ni kitobim o'zi nima desam bo'ladi? O'zbeklarga yapon tilini, nima deydi, kayvasini, ya'ni suhbatlashish darajasini ko'tarish uchun ixtisoslashtirilgan. Ya'ni bir oyda normal o'qigan bola kayva darajaga chiqa oladi-da. Misol uchun, bu yerda o'zbeklar sifatida kiradigan bo'lsak, platformaga kirgandan keyin 4 ta asosiy yo'nalish bo'yicha boshida reklamalar o'tadi. Keyin bu yerda ya'ni platformani tushuntirish videosi joylangan. Nima uchun Suv Akademiya ekanligi, keyin misol uchun darsga kiradigan bo'lsak, bu yerda kitobdagi 25 ta mavzu bo'yicha video darsliklar mavjud. Bu videolarni ko'rib, ya'ni foydalanuvchi eshitib, ko'rib, nima o'rgansa bo'ladi. Har bitta mavzuni ko'rib chiqqandan keyin yakunlanganlar bo'limiga kelib tushadi. O'sha tugatgan bo'limini qayta-qayta ko'rish imkoniyatiga ega bo'ladi. Keyin saqlanganlar bo'limi o'ziga yoqqan nimani saqlab, keyinchalik ko'rishga nima qoldirishi mumkin. Lug'at bo'limiga o'tadigan bo'lsak, bunda ham mana shu 25 ta mavzu bo'yicha o'ziga kerakli nimasini tanlaydi. Tanlagan payti o'sha bo'lim ochiladi, ya'ni lug'at bo'limi. Bu lug'at bo'limida misol uchun eshitib nima qilsa ham bo'ladi, ovoz chiqadi, ovoz orqali yo'llash imkoniyatiga ega bo'ladi. Keyin bu yerda o'sha bo'limni so'zlarni qidirish imkoniyatiga ham ega bo'ladi. Eng oxirida sun'iy intellekt bo'limi mavjud. Bu sun'iy intellektda foydalanuvchilar orqali interaktiv suhbat o'tkazish imkoniyatiga ham ega bo'lishadi. Ko'rib turganingizdek, yana bir reytingi yuqori bo'lgan loyihalardan biri. Keling ushbu loyiha haqida batafsil bilib olamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Loyihangiz haqida qisqacha tushuntirib bersangiz. Xo'p bo'ladi. Bu loyiha Nexolite komandasi tomonidan ishlab chiqilgan va men shu komandani team leader hisoblanaman va bu proyektimizning nomi JDU Students Community deb nomlanadi. JDU Students Community bu nima uchun yaratildi? Bu bizni innovatsiya qilishni xohladik va O'zbekistonda hali bunaqa platforma talabalar uchun chiqarilgan platforma yaratilmagan va biz shu proyektni ishlab chiqish qaroriga keldik va bu proyekt nima maqsadda ishlab chiqildi? Bu proyekt
O'zbekistonda GDUda, ya'ni Japan Digital University'da talabalar o'rtasida peer-to-peer metodini yana ham rivojlantirish uchun ishlab chiqildi. Peer-to-peer metodi o'zi nima? Peer-to-peer metodi bu o'qituvchi talabaga o'rgatmaydi, ya'ni talaba talabaga o'rgatadi. Bu orqali o'rgatayotgan talaba ham o'zi bilimlarini yana ham mustahkamlaydi va o'rgatayotgan talabasiga ham uni ham bilimlarini mustahkamlashga yordam beradi. Va biza bu platformada personal chat, group chat va collaborative coding degan va AI tool degan funksiyalarni qo'shdik. Bular qanaqa ishlaydi? Personal chat xuddi Telegramga o'xshab, siz o'rtoqlaringiz bilan, kursdoshlaringiz bilan gaplashishingiz mumkin. Va group chatda har xil gruppalar bo'ladi. Masalan, bu yerda ko'rishingiz mumkin. Front-end devs, back-end devs and designers. Bu yerda siz back-end, front-end va dizaynerlar bilan o'zaro muloqot qilishingiz mumkin, proyektlar haqida muhokama qilishingiz mumkin va muhokama qilib bo'lgach, bu yoqda collaborative coding degan funksiya bor. Bu talabalarga qanaqa qulaylik tug'diradi? Bu talabalarga hammasi bitta room ochib, room ID orqali ulanib, hamma birgalikda jamoa bo'lib kod yozishga yordam beradi. Va bizda qanaqadir muammolar chiqib qoladigan bo'lsa, biza o'zimizni Theory AI nomli sun'iy intellektimizni yaratdik. Bu sun'iy intellekt ChatGPT 4o bilan bemalol konkurensiya qila oladi va eng qulay tarafi ChatGPT pulli bo'lsa, bu tekin va xohlaganingizcha ishlatishingiz mumkin. Chegarasi yo'q va pul to'lamaysiz. Xudo xohlasa biza bu proyekt orqali talabalarni shu team workingga yana ham jalb qilmoqchimiz. Ularni bir-birini qo'llab-quvvatlashini biza yana ham rivojlantirishni xohlaymiz va o'ylaymanki, bu proyekt talabalar uchun juda ham foydali bo'ladi. Bunda asosiy maqsad talabalar ishlab chiqqan startap loyihalarini talabalarimizga, avvalo talabalarimizga, xodimlarimizga va tashqaridan keladigan investorlarga tanishtirishdan iborat bo'ladi. Bu orqali talabalarimizni startap g'oyalarini qo'llab-quvvatlash, ularni kelajakdagi shu o'zlarini startap bizneslarini boshlashiga imkoniyat yaratib berishdan iborat. Bugun juda ham ko'p kompaniyalardan mehmonlar keldi. Yaponiyalik mutaxassislar ham tashrif buyurishdi. Chet el kompaniyalari tashrif buyurib, loyihalarimizga, talabalarni ishlab chiqqan loyihalariga juda ham yaxshi baho berishdi. Loyihalarga keladigan bo'lsak, men o'zimga ham talabalarning ishlab chiqqan loyihalari juda ham yoqdi. Asosan o'sha yapon tilini o'rgatish bo'yicha ishlab chiqqan talabalarning loyihalari menga ma'qul keldi. Hozir men aynan bittasini yaxshi deb ayta olmayman. Faqat shu yapon tilini o'rganishni yaxshilaydigan loyihalar, bir nechta loyihalar bor. Shular menga ma'qul keldi. Sababi talabalarimiz shu o'zlarida kechgan qiyinchiliklarni o'zlarining ishlab chiqqan dastur loyiha orqali yechishga harakat qilishgan. Bu bo'ladigan muammolar bir nechta o'quvchilarda ham, yapon tilini o'rganuvchi o'quvchilarda ham bo'lishi mumkin. Ularga shu narsa yordam beradi. Demak, shu qaysidir bir muammoni yechishga yordam beradigan loyihalarni doim men qo'llab-quvvatlayman.
Taassurotlar juda zo'r. To'g'risini aytsam, o'sha Plug and Play kompaniyasi direktori sifatida O'zbekistonda ko'p startaplar bilan faol ish olib boramiz. Yaqinda o'zimizda ham ekspo bo'lib o'tdi 15-may kuni. Bu yerda kelib o'sha universitetdan chiqib kelayotgan talantlar, ularni ko'zda yonib turgan o'sha bir olov va juda har xil zo'r loyihalar chiqib kelayotganini ko'rish bu juda ham odamni mamnun qiladi. Aynan masalan ko'rdik, noodatiy loyihalarni agro sektorda o'sha o'simliklarni ko'rib, analiz qilib beradigan loyihani ko'rdik. Bu nima deydi? Japan Digital University'da bunaqa loyihalarni ko'rish to'g'risi kutmagandim kelayotgan paytimda. Asosan shu yapon tilini o'rganish, shunga o'xshagan loyiha bo'lsa kerak deb o'ylagandim yoki anime, o'sha yapon kulturasi, o'sha yapon madaniyatiga asoslangan loyihalar bo'lsa kerak deb kutgandim. Haqiqatda ham ko'pchilik shunaqa bo'lib chiqdi-yu, lekin aynan agrar loyihani ko'rish odamni haqiqatda juda quvontirdi. Demak, Expo haqida taassurotimiz juda zo'r. Juda yaxshi talantlar rivojlanib kelyapti universitetda. Biz o'sha Plug and Play sifatida bu talantlar bilan ishlab, ularni keyingi bosqichga olib chiqishga yordam berishga tayyormiz. Eng yoqqan loyiha haqida gapirib bersangiz. O'zingizga eng yoqqan shu loyiha birinchi o'rinni oladi deb o'ylaysiz. Endi to'g'risini aytsam, uzoq 5 daqiqa gaplashish imkoniyatiga ega bo'ldim. Har bitta founder bilan, har bitta loyiha egasi bilan 5 daqiqa yetarli emas bitta loyihani zo'r deb atashga, lekin meni fikrim bo'yicha masalan yaqin orada tez muddatda natija ko'rsatadigan va menimcha ko'rsatadigan loyihadan bittasi bu o'sha yapon tili bo'yicha kitob chiqarilgan ekan. Shu kitobni prilojeniyada ham olib chiqishyapti. Men shu loyihaga yaqin orada menimcha natijalarni ko'rsatishni boshlaydi, chunki kitobdan уже 200 tacha sotdim dedilar. Demak, bundan buyog'iga prilojeniya yo'lga tushib ketsa, o'sha mobil ilova, undan ham yaxshi rezultatlar ko'rinadi. Endi bu bilan qaysidir loyiha yaxshi yoki qaysidir yomon demoqchi emasman, lekin shu loyiha tez orada уже rezultatlar, natijalar ko'rsatishni boshlaydi. Boshqa loyihalar esa, masalan, ba'zi birlari hali juda xom, ularni ustida ishlash kerak. Ba'zi birlari juda nima deydi, katta marralarga erishmoqchi, u uchun kamida 1-2 yil kerak bo'ladi. Shuning uchun ham loyihalar ko'p, hammasi yaxshi. Biror yomon loyiha ko'rmadim. Hammasi agar ustida yaxshi ishlansa natijaga yetkazadigan, lekin bittasini tanlash kerak bo'lsa, o'shani tanlagan bo'lardim. Ko'rib turganingizdek, JGU IT Expo 2025 juda ham qiziqarli bo'lib o'tmoqda. Barcha ishtirokchilarga omad tilagan holda sizlar bilan taqdirlash marosimida ko'rishamiz. Ekspertlar tomonidan eng yaxshi deb topilgan prototip loyiha. Japan Digital University. O'zbekistonda o'qib, Yaponiyada ishga joylashing.